Endi dersimizninki 3. kısmı bilan münasebet meşgullarını ilip baramiz. 3. mazmun nimada? Funksiyon. Endi biz bu funksiyonlarni qanday meşq qilamiz? Funksiyon degan nima? Qanday yozamiz? Bu Python bu programlama tilida degani. Bir tekrar qilib o'taylik. Buni o'xshashlikdan nima ish qilamiz? O'sha yerda yana bir yangi hujjat ochaylik. Kichik bir izoh yozib qo'yaylik. Keyin yana o'qishga foyda bo'lishi deymiz. Bu meshqda bu yerda mana qaranglar. Bu yerda funksiyon. Meshq qilamiz. Meshq qilamiz. Bu başta bir qanday bir uçur chiqib boqaylik ekranga. Print deymiz. Funksiyon. Funksiyon. Aslında Uyg'urchada biz funksiya deymiz. Funksiya. Nima Türkçe laqabda bunlar buni to'g'ri tushuninglar. Ba'zan gap so'zlarni men xohlamay Türkçe arashtirib qo'ydim. Ammo sizlarga va'da qilamanki, o'sha sizlarga shunday dars so'zlab berib, Uyg'urcha natratlik, pokiza, uchoq va to'liq so'zlashni o'rganaman. Bu sizlarga mening qanday va'dam bo'lib qolsin. Funksiya. Funksiyani meshq qilamiz. Meshq qilma saqlab o'tay. Qaranglar mana Ctrl S. Saqla mana ne ekran chiqdi mana. Qara ko'znak. Nima qilamiz bu yerda? Nima qilamiz bu yerda? Mana hujjatga bir ism beraylik. Mana qaranglar. Funksiya. Qo'shimchasi nima? P-Y. Python. deb keldi. Ijro qilib boqaylik. Qanday ijro qildik? F5. Qaranglar mana shu ekran aktiv bo'lgan vaqt aslida mana qaranglar F5 qilsanglar mana funksiya deganni ko'rdi. Ammo bu ekran yo'qolib qoldi. Yoki to'slab qoldi. Bunda chetlataylik. Bu ekran bunda zamonda kelsin. Chunki bu ekranning menimcha pek muhim emas. Faqat nima shu ekrandagi natijani ko'rish uchun ishlatiladi. Mana shunday qilib bo'lardi. Bo'ldi. Endi mana yana bir qitim F5 qilib boqaylik. Qaranglar, hech qanday o'zgarmaydi. Funksiyon degan narsa nima? Biz shunda meshq qilib boqaylik. Oldi bilan shuni tushuntirib o'taylik. Qaranglar, hammalar cho'qim matematikada ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Biz funksiyani shuna yozamiz. Qaranglar, f deysizlar, funksiyon deysizlar, masalan x, y deysizlar. Buni qanday yozamiz? Tang deysizlar. Qaranglar, x qo'shiman y deysizlar. Bu nima? Funksiyon. Agar x ga 2 ni bersam, y ga 3 ni bersam, bu funksiyonning qiymati qancha bo'ladi? 5 deydi. X ga 3.5 ni, y ga 4.6 ni bersam qancha? Yana bir tabiiy sonlarni qaytargan bir natija beradi deydi. Bu funksiyon. Maqsad nima desanglar, mana shuni nurg'un narsani yozib qo'yapti, nurg'un qurlarni. Faqatlik ham x bilan y ni bersanglar, bu natijasini beraveradi. Funksiyonningki shu bir qatim yozib qo'ysak, keyin qayta ishlataveramiz. Aslida biz hozirchilik nurg'un funksiyani ishlatib bo'ldik aslida. Masalan, print deysizlar, qaranglar, bu bir funksiyon aslida. Range deysizlar, mana bir funksiyon. Biz allaqachon ishlatib bo'ldik. Ammo bugun biz nima ish qilamiz? O'zimizning funksiyani o'zimiz yozishni o'rganamiz. Biz mana ijro qila olamizmi? Qilmaymiz. Nima? Chunki bu Python programlama tilining kod yozish qaysiga asosan yozilgan bir buyruq emas. Shunga buni biz ijro qilmaymiz. Xohlasan sinab qilinglar mana. Qaranglar, F5 sonni xato ko'rsatadi. Neydi? Unexpected deydi. Nega? Keraksiz yerga bo'sh tashlab qo'yibsan deydi. Maq, tuzatdim deydi. Yana qilib qo'yaylik, qaranglar. Neydi? Can't assign function code. Ijro qilamiz deydi. Bunda biz nima ish qilaylik biz? Cho'q vaqtni isrof qilmay biz nima qilaylik? O'shaga biz mana izoh deb qo'yaylik, o'zimizning funksiyani yozaylik. Endi
Biz hazır Python'da bir fonksiyon yazaylı. Qanday qilayli? Biz qisqa bir tushuncha berib qo'yaylik. Qanday? Mana. Mana ikki sanning yig'indisini bergan yoki yig'indisini qanday hisoblaydigan bir funksiya. Funksiya yozaman deydi. Buni yozamiz. Mana Python'da bir funksiya yozish uchun qanday xatdan boshlaymiz. Ko'rdingizmi? Xatning rengi o'zgarib ketdi. Def nimishqa? Chunki Python tarafidan maxsus ishlatiladigan so'z. Shuna rang o'zgardi. Def. Undan keyin biz funksiyaga bir ism beraylik. Ahmad, Mahmad, Samat degandek. Masalan, bu yerda hozir biz mush funksiyani yozib boqaylik. Qanday? Buni funksiya ismi nima bu yerda? F deb yozib ketdik. Mana. Voy. Eklada yozaymiz mana. F deb yozdik. Xalqa ism bo'lsa bo'ladi bu yerga. Qaranglar mana funksiya sanami xato rang o'zgardi. Normal o'zgargich bo'lsa qanday bo'ldi? Qora bo'ladi. Ha, ochdim tirnoqni. Kim olgan bu? X ni olgan, Y ni olgan. Ama xalqning boshqa narsa yasalab bo'ladi deb emas. Undan keyin tirnoqni taqib o'tdim. Undan keyin qaranglar qo'shib ketdi. Ha. Hozir qancha ishlatdik qo'shib ketni? Hozir 2 yet ishlatdik. Halqlarni ishlatdik. For ikkinchisi qayerda ishlatdik? Solishtirmalarda. If, else, elif degan yerlarda ishlatdik. Endi uchinchi yerda-chi funksiyon. Chunki funksiyon o'zi bir bo'lak. Mana bu bo'lakninki boshlang'ich qismi. Qaranglar, enter, ko'rdinglarmi? Mana imlach va defni ichiga kirib ketib boradi. Degani nimishqa? Ha, mana mush funksiya ichida deyapti. Endi biz nima ish qilamiz bu yerda? Maqsadimiz mana o'sha ikki sonini to'playman, natijasini qaytiraman. Qaytirgan bo'lsanglar qaranglar mana. Return degan yozamiz. Ha? Mana returnning rengi o'zgarib ketdi. Nimishqa? Chunki buni Python tarafidan alohida ishlatiladigan buyruq yoki so'z desanglar bo'ladi. X qo'shiman G. Ha? Mishqilma saqlay. Ctrl S. Saqlayotiblar. Ctrl S degan tushni chekdim birlikda. Tugadi. Qaranglar, return qilgandan keyin men imlash, men bevosita men qo'lni sirtib chiqadi. Bilakni sirtib. Nimishqa? Chunki returndan keyin hech qanday buyruq ijro qilinmaydi. Endi men keldi. Endi bizning bir savolimiz bor. Buni qanday chaqirman? Qaranglar, biz burun bunday qilardik. Masalan, print. Masalan, ish qilamiz. Qaranglar, 2 qo'shiman 3 desam, nima ko'raman? 5 ko'raman. Qaranglar, F5. Mana, endi men nima ish qilay? Bunday qilmay, qaranglar, o'xshash narsani men funksiyada chaqirib boqay. Qaranglar mana. Print tirnoq ochaman. Tirnoq ichida kim chaqiraman? Funksiyani. F. Qaranglar, chaqirdim. Buna funksiya nima oladi? Ko'rdinglarmi? X-ye. Mana ko'rsatib beradi. Nima qilay? 2 biray, 3 biray. Mana funksiyani tirnoqni taqib etdim. Print degandan keyin degan funksiyani tirnoqni taqib etdim. Endi Ctrl save qilib F5 qilib qo'yay. 2 tane 5 chiqdi. Bir tane 5 miyadan keldi. İkinci 5 mana miyadan keldi. Ko'rdinglarmi? Mana bu. Yana bir narsa tiqtilarni chekish kerakmish yerda. Tiqtilarni tortish kerak. Funksiyon aniqlaydigan vaqtimda funksiyon ismi mana yeşil, ko'k, osmon, ko'k rangda bo'ladi. Agar Python tarafidan bizga berilgan funksiya rangichi, qaranglar, binafsh bo'ldi. Biz o'zimiz aniqlab yozgan funksiya ismichi ishlatgan vaqtida yana qara. Chunki u bir o'zgargichlik ishlatamiz. Hamda qaranglar, yana bir qilib yozib boqaylik. Agar bunday qilsamchi print deyli 10 20 Ctrl S F5 nima ko'raman? 10 20 nimishqa 10 20 30 ko'rmoqchi edim. Nimishqa 30 ko'ramayman? Chunki funksiyani chaqirmadim bolalar. Qaranglar, nimishqa print mana. Nimishqa funksiyani chaqirma, niyaga mana 10 ni biray, 20 ni biray. Undan keyin men tirnoqni topib o'tay. Ctrl S F5 30. Ve yoki yana mana shaklda qilsanglar bo'ldi. Masalan, qanday to'pla deydi, qanday yoki yig'inda deydi. Yig'inda qaranglar mana
bir yığında aniqlayapman. Bunun kimni biri funksiyon biri qaranglar, bevosita. Funksiyon mana. Qaranglar 23 bilan 45. Kimmiş qilay? Mana yozib qo'yaqana. Qalsam 3-chi bir bilan. Masalan, qaranglar. Yığında mana Ctrl S F5 68 chiqdi. Qaranglar mana. Bu ikkisini farqini ko'rib olinglar. Bu yerda biz nima ish qildik? Print degan funksiyonga ma ikkinchi bir funksiyonni a'zo qilib berdim. Bu yerda-chi funksiyonning qiymatini bir o'zgarguvchiga berdim. Bundan keyin ish qildim. O'zgarguvchini printga chaqirgan bo'ldim. Mana men ikki qo'y. Ma qo'y nima sanlar? Shu ikki qo'yniki yig'indisi aslida. Hozir sizlar yangidan program yozayotgandan keyin ma'lumotlar aniqlab qilinadi. Ma'lum usulda program yozish. Ammo kelgusida sizlar pek tecrübelik bo'lib ketgandan keyin ko'p vaqtlarda mana funksiyon ichiga funksiyon yozaversizlar. Albatta, bu yerda biz nima ish qildik? Bu funksiyon bek atilab qoldi. X qo'shilma niyada. Agar bunda atli narsalar uchun biz yozib ketmaymiz funksiyonni. Ba'zi vaqtlarda nurg'un ko'p narsalar bo'ldiki, bir funksiyon ichida balki 15 yoki 20 qor asha buyruqlar bo'ldi. Bunda vaqt ish qilamiz. Bizga funksiyon texnik yaxshi, shunday bek qulaylik sharoitlarni yaratib beradi. Hamsa biz yana bir funksiya yozib boqaylik. Bu qismda funksiyonning maqsadi shu bo'lsin. Nima bo'ladi? 3 tane san o'qisin. Nima ish qilsin bu? Shu 3 tane sanning ichidagi eng cho'ng sanni bizga qaytarib bersin. Mayar ham mana qayta mashq qilib boqinglar qanday mashq qilmaysanlar, mana e'lonlar, mana mashq qilmaysanlar, kontrol kopiyalarni, men kontrol yopishtiringlar. Qaranglar, xohlasanlar minusni manfisan berib qo'yinglar. Minus 2 danlar 20. 23 danlar. Ctrl S F5 nima ko'raman? Qaranglar, 22 ko'raman, chunki birinchi qilib aytdim. Agar yana-chi qaranglar, Ctrl S bu qatam partisan berib qo'yinglar. Qanday? 3.5. 3.4 qancha boqayli? 4.6. Nima qilaman? Command save F5. Yana ishlamdi? Yana ishlamdi-ku. Qaranglar, buni bu hujjatim Python haqiqatan bek kuchli. Agar siz shu o'xshash narsani C yoki Java yozmoqchi bo'lsangiz, ko'p ish ketadi. Ammo Python buni avtomatik o'zi bir taraflarda hal qiladi. Shunga Python hozir biroz bek tanlab bo'lyapti, ko'p oldi chiqyapti.